Assalomu alaykum BM Class kuzatuvchilari va bizning obunachilar. Bugun biz eng oson natijali patologni tortishni yo'llarini o'rgatmoqchimiz. Agar bizning kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Oldindan like tugmasini ham bosib qo'ying va biz sizga kerakli, foydali ma'lumotlarni berib boramiz. Ko'p ustalardan eshitamiz, ular malyarka qiladigan joylarda natijali patologni ustalarini alohida chaqirishadi, chunki o'zlarining qo'lidan kelishmaydi. Shuning uchun biz bu ustalar uchun foydali video olyapmiz. Ularga natijali patologni eng oson qanday tortishlari, qanday instrumentlar ketishlarini o'rgatib ketmoqchimiz. Bunda asosiy instrumentlardan biri pushka hisoblanadi. Pushka materialni yumshatib, cho'zib berishga yordam beradi. Pushkani gradusi 40-50 gradusgacha qizdirib berish imkoniyatiga ega. Bizda O'zbekiston sharoitida budjetli variantlarda ustalarimiz yaxshi ko'rgani uchun bunda biz asosan garilka ishlatiladi. Garilka aslida, lekin garilka bilan ishlatish sog'liq uchun ham, texnika bezopaslik uchun ham juda ziyon. Tavsiya bermayman, lekin O'zbekistonda ustalar asosan mana shunday instrument bilan ishlatiladi. Buni budjetligi shundaki, garilka, gaz balloni, shlankasi, garilkasi bilan birga 500 ming so'mga yetishi mumkin. Bozorlarda sotiladi bular. Garilkamiz 2,5 milliongacha narxlanadi. Biz ham bugun sizga budjetli variant bilan natijali patolog qanday tortilishini ko'rsatmoqchimiz. Chunki ustalarimiz asosan garilkadan foydalanadi. Bundan tashqari bizga kerak bo'ladigan instrumentlardan shurpaver, shurup, oddiy qaychi, temir qaychi. Bundan tashqari baget uchun maxsus plyunchlarni kesadigan qaychilarimiz bor. Aytgandek, bunday qaychilarni BM Class'dan topa olasiz. Undan tashqari shpatel, maxsus shpatel bo'ladi o'zlarini tiqishga mo'ljallangan. Kimdir buni qo'lda yasaydi, kimdir zavodskoyni oladi. Zavodskoylar ham faqat bizda. Undan tashqari mana bunday zajimlardan foydalansa bo'ladi. Bizda hozir maxsus yasalgan joyimiz bunday zajimlarni talab qilmagani uchun biz buni qo'lda tortib beramiz. Narxlariga to'xtalib o'tirgan bo'lsak, bularda topilish qiyin bo'lgan shpatellarimiz bor. Bular 120 ming, 130 ming, 140 minggacha hisoblanadi. Har xil shakllarga ega shpatellarimiz bor. Undan tashqari qaychi 150 ming so'm hisoblanadi. Zajimlari. Zajimlari ham oddiy bozordan topilishi qiyin bo'lgan instrument hisoblangani uchun 4 ta komplektda 500 ming so'm hammasi BM plastikda bor. Bularga eng kerakli bo'lgan narsalardan biri baget. Bagetlarimiz ikki xil turda bo'ladi. Birinchisi PVH, ikkinchisi alyuminiyli. Bizda hozir PVH rossiyskiy bagetlarimiz bor. O'zlarining perforanli teshiklari bilan birga. Hozir siz bilan birgalikda bu bagetni qotirib ko'rsatamiz va eng asosiy mahsuloti bo'lgan polotno. Polotnomiz rossiyskiy garfon bilan tikilgan. Hozir biz bu yerga matviy oddiy polotnoni tortib ko'rmoqchimiz, xudo xolasa. Ishni boshlaymiz. Ishni bagetni qirqishdan boshlaymiz. Maxsus qaychimiz orqali uglida qirqib olishimiz kerak bo'ladi birinchi 90 gradusda. Buning uchun maxsus qaychida e'tibor beramiz qaychini qirqishda. Ikkinchi qavatga o'tib ketmaslik kerak hech qachon. Birinchi qavat bilan ikkinchi qavat orasida mana bunday uglingiz avvalgi holda qolishi kerak. Uglni belgilab olishimizda bizga marker yordam beradi. Buni belgilab olamiz. Bu yerdan qaychi bilan qirqqanda 1 sm siljisini solib qolib, biz belgidan 1 sm qoldirib qirqishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi uglni qirqamiz, xudo xolasa. Bunda ham xuddi shunday. Birinchi qavat kesiladi, to'xtatiladi sirasi. Ikkinchi qavatda qayrilish kerak. Ugl o'tish uchun. Ugl hech qachon qirqilmaydi. Samarez qotirganimizda e'tibor beramiz. Bagetning eng yuqori chizig'ida o'zi maxsus chizig'i bor. Siz xohlasangiz mana bu teshikda urishingiz ham mumkin. Teshikdan ko'ra pustoy joyda ursangiz ko'proq yaxshiroq ishlaydi. Yana bir narsani eslatib o'tishimiz kerak. Bizda eng og'riqli muammolarimizdan biri ustalar tomonidan tushunmay baget noto'g'ri qotirib qo'yishda. Eslatib o'tamiz. Orqasidagi taroq devor tomonda qolishi kerak. Orqasidagi taroq, mana taroqlari bor. Devor tomonda qolishi kerak. Oldi esa mana bunday ko'rinishda bo'lishi kerak. Samarez uradigan chiziqlar alohida chiziq qilib qolishi kerak. Yana bir qiyin joylardan biri
tashqi ugl. Ichki uglda hozir men sizga qaychi orqali ko'rsatdim. Endi tashqi uglni qanday qilib qirqish kerakligini tushuntirib ketaman. Buning uchun belgilaymiz uglni. Undan keyin 1 sm o'ng tomonidan, 1 sm chap tomondan mana bu qismini olib tashlaymiz. Bunday ugl paydo bo'ladi. Va bizda akkuratniy mana bunday chiroyli ugl paydo bo'ladi. Bunday ugllarda hech qachon qirqib qo'ymaslik kerak. Bagetlarni qotirib bo'ldik. Bu yerda lustra bo'lsa, lustrani o'rnini yoki galogenlarning o'rnini alohida qo'yib chiqish kerak. Bizda unday lustra yoki galogen yo'q. Shuning uchun biz polotnoni tortishni boshlaymiz. Birinchi ugllardan boshlab olamiz. Ugulchasini. To'rtta uglimizni tortib oldik. Endi yon tomonlarini birma-bir navbat bilan kirgizamiz. Polotnomiz tayyor. Tortib, 4 ta uglni ham birlashtirib tugatib bo'ldik. Ana endi navbat kalsiy yoki stavkasiga. Polotnoni tortib bo'lganimizdan keyin galogen lustralar uchun maxsus kalsiylari bor. Kalsiylarni yopishtirish kerak bo'ladi. Kli bilan, o'zini maxsus klisi yoki Akvix kli bilan yopishtirsangiz ham bo'ladi. Kalsiylar sotuvimizda bor bizda. Biz bunga kli surtib, senterini topib lustra qayerda bo'lsa shu joyga yopishtiramiz. Kalsiy yopishgandan keyin yirtadigan joyingiz kalsiydan chetkaga chiqib ketmaydi. Bu teshikdan siz simlaringizni bemalol chiqarib lustralaringizni qotirishingiz mumkin. Oxirgi etapimiz chekkasidagi ochiq qolgan joylarimizga maxsus plintusini qo'yib chiqishimiz kerak. Buning uchun ham bizga mana bunday qaychimiz kerak bo'ladi. Bunday qaychilar faqat BM Classicda bor. 45 gradusda uni kesib olamiz. Buni maxsus 45 gradus qiladigan narsalari bor. Shu orqali 45 gradusda kesib olamiz. Eslatib o'tamiz, stavka orasini ochib, bagetning ikkinchi tishiga ildiramiz. Shu bilan bizning birinchi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda kuzatib borish uchun bizni YouTube kanallarimizga, Instagram, Telegram sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang. Bizni qo'llashda davom eting. Natijali patologiya turlari, instrumentlari haqida yana qanday ma'lumotlarga ega bo'lmoqchisiz? Buni kommentariyaga yozib keting. Qo'limizdan kelganicha keyingi darslarda buni tushuntirib borishga harakat qilamiz. BM Classic bekorchi narsa emas, faqat sifat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.